2024-yil 23-sentyabrda O'zbekiston Prezidentining kambag'allikni qisqartirish va aholi turmush farovonligini oshirish chora-tadbirlarini yangi bosqichga olib chiqish to'g'risidagi farmoni qabul qilingan edi. Ushbu hujjat asosida Andijon viloyatida kambag'allik darajasini yil yakuniga qadar 11.9% dan 8.7% ga tushirish ko'zda tutilgan. Shu maqsadda aholiga nasldor chorva va parrandalar imtiyozli kreditlar asosida ajratilmoqda. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Baliqchi tumanining Yurtobod mahallasida istiqomat qiluvchi Ravshan Akbarov o'rdakchilik ortidan yaxshi daromad olish mumkinligini amaliyotda isbotladi. Imtiyozli kredit hisobiga 500 ta ona o'rdaklardan tuxum ochirib, qo'shimcha daromad olishga kirishdi. Qisqa vaqtda yosh tadbirkor baliqchiga zotli o'rdak yetkazib beruvchiga aylandi yoki chorva mollaridan daromad olish uchun o'quv bilan, ya'ni sohaga ilm olib kirishi natija berishi aynan ushbu mahalladagi 20 dan ortiq oila vakillarini kambag'allik reyestridan chiqarish jarayoniga sabab bo'ldi. Chorvachilik bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarimizga ham, yoshlarimizga ham imtiyozli kreditlar ajratganmiz. Parrandalarimizdan, chorvalarimizdan sog'ligi bo'yicha xabar olib ketishyapti. Tuxumlarini hosildorligi bo'yicha kelib, o'lchab maslahatlarni berib ketyapti qishloq xo'jalik institutining domlalari. Imtiyozli kredit olgan Baliqchi tumanining Charog'on, Polvonko'l, Tulkobod, Alam, Mallachek, Yurtobod va Siza mahallalarida istiqomat qilayotgan yoshlarga hamda 36 xonadon va 11 ta tadbirkorlik subyektiga talabalar hamda mutaxassislar maslahatchi sifatida biriktirildi. Naslchilik ishi aynan professor o'qituvchilar biriktirilgandan keyin yaxshi natijalarga erishishdi. Parrandachilik sohasida ham ish boshlagan yoshlar kunlik daromadga ega bo'lishdi. Bundan tashqari biz biriktirilgan mahallada bitta yosh o'ziga qo'shimcha yana ikkita bandligi ta'minlanmagan yoshni ish bilan ta'minlashga erishdi. Hindistonning yetakchi kompaniyasi bilan hamkorlikda dunyo miqyosida keng tarqalgan basmati sholi navini O'zbekiston sharoitida yetishtirish bo'yicha ilmiy ishlar olib borilmoqda. Bu ham ijtimoiy reyestrdagi fuqarolarga ajratilgan takroriy ekin ekiladigan maydonlarda yuqori hosil olish 2 barobar daromadga sabab deydi ilm kishilari. We are cooperating here. Biz ushbu guruchni institut olimlari bilan birgalikda sinovdan o'tkazmoqdamiz. Basmati guruchi 2 xil usulda yetishtiriladi, ya'ni sochma va ko'chat usulida. 1 gektar maydonga sochma usulda ekilganda 20-30 kilogramm, ko'chat usulida esa 8-10 kilogramm urug' sarflanadi. Sochma usulda 70-80 sentner hosil ko'tarilsa, ko'chat usulida 80-90 sentnerni tashkil qiladi. Bu mahalliy navlarga nisbatan 10-15 sentnerga yuqori degani. O'z navbatida mamlakatda olib borilayotgan ijtimoiy siyosat jarayoni aholining daromadlarini oshirish, kambag'allikni qisqartirish va bunda shu kabi loyihalarni ilmiy asoslangan holda qo'llash yuqori natija beradi deb o'ylayman. Viloyatda yil yakuniga qadar kambag'allik darajasini 11.9% dan 8.7% ga tushirish ko'zda tutilgan ekan, bu borada amaliyotda natija ko'rsatayotgan loyihalar boshqa hududlar uchun ham ommalashtirilmoqda. Bu hozircha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimizning so'nggisi edi. O'zbekiston 24 telekanalidan yiroqlashmang. Dam olish kuningiz mazmunli o'tsin. Salomat bo'ling.